Odamda ikkita miya borligini bilarmidingiz? Bu boshda emas, balkim ichaklarda joylashgan. Bugun sizlar bilan katta ehtimol bilan oldin eshitmagan ikkinchi miyangiz haqida gaplashamiz. Ikkinchi miya deganda ingichka ichakda joylashgan 100 millionlab neyronlar tushuniladi. Ular bosh miya bilan uzviy aloqada bo'lib turib, bizning kayfiyatimizni, ruhiy holatimizni, immunitetimiz, metabolizmimizni boshqarishda bevosita ishtirok etadi. Yana bir qiziq fakt, organizmdagi baxt gormoni serotoninning 90% ichaklardagi neyronlarda ishlab chiqiladi. Aynan shuning uchun ham siz tushkunlikka tushganingizda, hayajonlanganingizda, imtihonga kirishdan oldin qorin sohasida og'riq, ko'ngil aynishi va sababsiz ich ketishi kuzatilishi aynan ikkinchi miya bilan bog'liq bo'ladi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Parkinson kasalligining ham kelib chiqishi ichak mikroflorasidagi buzilishlar bilan bog'liqligi juda ham ko'plab ilmiy faktlar bilan isbotlangan. Shuning uchun ham ichak mikroflorasining sog'lom bo'lishi nafaqat ovqat hazm qilish muammolarini oldini olishga, balkim bizni jismoniy va ruhiy sog'lom qolishimizni garovi hisoblanadi.